qo'shni zavat bo'ldimi? Zavat bo'ldi. Mashinasiga qaramaydigan bola. Yo'q, qo'shni akkumulyator qani? Mashinani o'chirib qolmasiz, akkumulyatori kerak-ku, kech-kech yursiz ham bo'laveradi. Ja, qo'shni xarob qildingiz-da odam. Har kuni ertalab uyg'otasiz, zavat qoliydi. Yangi akkumulyator olib oling. Bu gapingiz ham to'g'ri. Bo'pti, o'zingizga qachon yangi akkumulyator olasiz? Nima edi? Eskisini bunga qo'yamiz. Qo'ying. Mashina tayyor. Ketdimi o'rtoq? O'tar ketdi. Sideni qani? Sideni yo'q. Men tabibga o'tib, baloni ketasan, ko'char tomosha qilaman. O'rtoq, sana mashinangga hech qaramading. Mana narxon nimaga? Bugun yomg'ir bergan. Dvorning motorchigi ishlamayapti. Mabodo yomg'ir yog'ib qolsa, sen chapga o'ngga ketasan. Mabodo yomg'ir tezlashsa, sen ham tezlashasan. Upsan. Bu salonni ishlanka bilan baklashga nima qilyapti? Benzinmi? Bak chirib tushib qo'yam. Shuning uchun ishlanka ulab qo'yganman. Buni ezorichi ishlanka saqisi rasxod kamayadi. Yana yetib ham keldik. Nomering qara, zo'rligini puliga spark beradi. Olsang-chi. Chingaymisan? Bu mashina adamni raddonga olib chiqqan. Keyin meni olib chiqqan. Endi o'g'limni raddonga olib chiqadi-yu. Bo'pti, mashinaga qulab kiramiz. Katim mavali. Ana bo'ldi. Voy, baklashga qulab olsam, kalitini qopqoni o'g'irlab ketsa-chi? Sodda ya, hallaqma. Ahmoq. Mana kadli ko'p-ku. Do'dan.